ovoz, X Factor degan loyihalar bo'lyapti-da, musiqiy loyihalar. Ularda hakamlari ko'p tanqid ostiga olinadi. Haqiqiy professional san'atkorlar bo'lsin deb. Umuman sizga bunaqa loyihalardan takliflar bo'lsa, rad etasizmi yoki hayiqishasiz? Yo, menga juda ko'p taklif bo'ldi. Birinchi mendan o'tib, rad bo'lgandan keyin ularga o'tadi. Ana men sizga aytsam. Lekin chunki men bitta narsa aytaman. Chiqayotganda bironta, mana o'sha ikkinchi marta aytyapman. Bironta dunyo loyihasiga qaranglarda, o'sha X Factor bir narsalar deyapsizlar-ku, men qaramayman endi. Hatto Amerikanikini ham qaramayman. Eng zo'rlarini olib chiqadi. Bironta sahnaga chiqib xalqqa xizmat qilgan bormi? O'shanda Amerikada ham Silandiyon bor, Rahmali Houston bor. 4-5 ta xolos. O'shanda Turkiyada ham 4-5 ta xolos. Ne ular yo'q? Xudo yo'qtirgan ham bo'lish kerakmi? Men nima qilaman ularni umidvor qilib bitta ertaga pomidor ham sota olmaydi, menda bir marta mikrofon chiqqan odam. Ketmon ham chopa olmaydi. O'sha bechoralarning taqdirini buzyapti. Ish bilan ta'minlay olmasang, olib chiqma, berma, mana u kasallik mikrofon. U bir marta ertaga u mahallaning vizasi bo'lgandan keyin, nari mahallaga ham 30 viza olib kelishim kerak deydi. Tushunyapsizmi? Inaki yuraveradi, o'zi nima deydi? Bo'la olmagan qo'shiqchi bo'lib qoladi-da. Arosat-da. U nima qilish kerak ayting? Ishsizlikni ko'paytiryapmiz.